Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Men Botirova Nargiza. Bugun sizlar bilan maktabgacha ta'lim tizimining taraqqiyot tendensiyalari mavzusidagi video darsimni ko'rib chiqamiz, namoyish etib beraman. Demak, maktabgacha ta'lim tizimining taraqqiyot tendensiyalari. Keling, mavzuga doir bo'lgan reja bilan tanishib o'tsak. Birinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tizimining mohiyati va uning ijtimoiy ahamiyati. Ikkinchi reja jahon tajribasida maktabgacha ta'lim rivojlanish yo'llari, ta'lim jarayonida raqamlashtirish va texnologiyalarning roli, o'yin asosida o'qitish va pedagogik innovatsiyalar. Va beshinchi rejamiz O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanish istiqbollari va yakunida xulosalaymiz. Keling, birinchi biz sizlar bilan maktabgacha ta'lim o'zi nimaligi haqida bilib olsak. Maktabgacha ta'lim bu uzluksiz ta'lim tizimining eng muhim bo'g'ini hisoblanadi. Aynan shu davrda bola shaxsi shakllana boshlaydi. Uning qobiliyatlari namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham davlat siyosatida maktabgacha ta'limni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilanmoqda. Maktabgacha ta'lim jamiyatning intellektual salohiyatini belgilaydi. U bolada o'qishga motivatsiya, mustaqil fikrlash, ijtimoiy muhitga moslashuv ko'nikmalarini shakllantiradi. Sifatli ta'lim olgan bola kelajakda raqobatbardosh kadrga aylanadi. Jahon tajribasida rivojlanish yo'nalishlari qanday rivojlanish tendensiyalari amalga oshirilmoqda? Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda kompetensiyalar asosida dasturlar, pedagoglar malakasini oshirish, oila bilan hamkorlik, maktabga tayyorgarlikni kuchaytirish kabi yo'nalishlarda faol ishlar olib bormoqda. Biz buning misolida rivojlangan mamlakatlarda Finlandiya, Yaponiya kabi davlatlarda, Koreya ham buni misol bo'la oladi. Koreya davlati ham bolaga individual yondashuvni eng muhim mezon sifatida ko'rishmoqda. Raqamlashtirish va texnologiyalarning roli qanday? Raqamli texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshiradi. Interaktiv o'yinlar va multimedialar biz bilamizki, hozirgi kunda jadal rivojlanmoqda va samarali natija bermoqda. Elektron portfel va kuzatuv tizimlari, ota-onalar bilan onlayn muloqot. Biroq shuni aytib o'tish kerakki, ekran vaqti me'yorlari ham qat'iy nazoratga olinishi zarur deb o'ylayman. Pedagogik innovatsiyalar va o'yin asosidagi ta'lim. Biz bilamizki, bolalar o'yin orqali juda yaxshi o'zlashtirishga ega bo'ladilar, samarali natija beradida o'yin. O'yin bolalar uchun tabiiy ta'lim manbai hisoblanadi. Hozirgi kunda Montessori, Reggio, Emilia, STEAM kabi yondashuvlar asosida ijodkorlik, kashfiyotga intilish, mustaqil faoliyatga o'rgatish amalga oshirilmoqda. Xo'sh, bugungi kunda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanish istiqbollari qanday? Yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimi jadal rivojlanmoqda. Biz bunga misol qilib ilk qadam dasturining joriy etilishini, davlat va xususiy bog'chalar sonining oshishini misol qilib aytishimiz mumkin. Raqamli platformalar yo'lga qo'yilishi, shu bilan birga pedagoglar malakasini oshirish tizimi takomillashmoqda. Asosiy maqsadimiz bu har bir bolaga sifatli ta'limni yetkazish hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi global tendensiyalar quyidagi yo'nalishlarda aks etmoqda. Inklyuziv ta'limda, raqamlashtirishda, ijtimoiy emotsional rivojlanishda, innovatsion pedagogikada, sifat nazoratida. Maktabgacha ta'limning rivoji biz shuni ayta olamizki, jamiyat kelajagining mustahkam poydevori hisoblanadi. Shu o'rinda sizlarga bir nimani eslatib o'tmoqchiman. Bolalar bizning eng bebaho boyligimiz. Ularning har tomonlama barkamol rivojlanishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar mamlakatimizning ertangi kundagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.